Assalomu alaykum. Mana bugun biz Ko'kterak General Globot mahallaga keldik. Mana shu ko'rib turgan hovlilar savdoga qo'yilyapti. Bu hovlimiz to'rt sutuk 5 ta xonadan tashkil topgan. Darvozaxonadan mana kirib keldik. Hovlimizning umumiy ko'rinishi. Chap tarafda katta oshxonaga mo'ljallangan joy, tagida podvoli bor. Podvolga u yerdan tushasizlar. Oshxonani ham ikkiga bo'lsa bo'ladigan joyi bor. Bu kirib kelish qismimiz holdan tashkil topgan. Eshiklarning balandligi 4 metrdan tashkil topgan. Chap tarafimizda katta zal. O'ng tarafimizda bu ham mini zal. Qo'limizda bitta spalni sanuzel bilan orqada havo aylanish uchun joylar tashalgan. To'g'ri. Sanuzel общий. Bu yerda bitta spalni. Yonida yana bitta spalni. Bu hovlimiz to'rt sutudan tashkil topgan. Xonalar soni 5 ta, qo'l bilan 6 ta xona, 2 ta sanuzeldan tashkil topgan. Buni narxini 95 ming deyapmiz. Yana tepasida kelib baraka qiladigan joyi bor. Kelinglar qolinglar.